Hikoyamiz oddiy bir ishxonada boshlangan. Men o'sha paytda ishda ishlardim. Har kuni odatdagidek xizmat bilan band bo'lgan kunlarimning birida u keldi. Hayotimni butkul o'zgartirib yuboradigan inson. U meni birinchi ko'rgan zahoti ko'zlarini uzolmay qoldi. Uning nigohida qandaydir iliqlik bor edi. Yuragimga bexabar kirib keldi. Men ham unga qaradim, lekin uyaldim. Ichimda allaqanday titroq yugurdi. Yuragim notanish his bilan lim-molim to'ldi. U sekin yonimga yaqinlashdi, ko'zlarimga tikilib, "Sochlaringiz o'zingiznikimi?" deb so'radi. "Ha, o'zimniki" dedim jilmayib. Keyin telefon raqamimni, manzilimni, hatto onamning raqamini so'radi. Bunday ochiqlikka tayyor emasdim. Uyalib javob bermadim, ammo u bo'sh ketmadi. Qayta so'rayverdi. Bir necha kundan so'ng bilsam, bir tanishimdan raqamimni ham, manzilimni ham topibdi. Uyga qaytgach, begona raqamdan qo'ng'iroq bo'ldi. Ko'tardim, jim turdim. Ammo u jimlikni mehr bilan buzdi. Bu uning ovozi edi. Qanchalik oddiy eshitilmasin, bu ovoz yuragimni allaqachon egallab ulgurgandi. Har bir so'zi samimiy, har bir so'zi to'g'ridan-to'g'ri yuragimga urilardi. Oradan ko'p o'tmay biz uchrasha boshladik. Birga sayr qildik, suhbatlashdik, kuldik. Har safar ko'rishganimizda yuragimiz biroz yaqinlashardi. O'sha mehr asta-sekin emas, balki butunlay qalbimizni qamrab olgandek go'yo. Bir-birimizni yoqtirib qoldik. Yuraklarimiz buni tan oldi. Lekin hayotda har narsa o'z o'rniga ega ekan. Ishdagi vaqtim tugadi. Endi dovon oshib o'z uyimga qaytishim kerak edi. Yuragimda sog'inch bilan jo'nab ketdim. Oradan bir oy o'tdi va nihoyat kutilgan kun yetib keldi. Uyimizga mehmonlar tashrif buyurdi. Bu uning oilasi edi. Sovchilikka kelishgan nigoh, ortidagi muhabbat, so'zlarsiz aytilgan hislar, yurakdagi ishonch, bularning bari endi rasmiylashtirilayotgandek edi. Biz unashtirildik. Va bu bizni haqiqiy baxtga olib boradigan yo'limizni boshlanishi bo'ldi.